Zakovat intellektual o'yini respublikamiz bo'ylab vatanparvarlik oyligi doirasida tadbirlar ko'tarinki ruhda o'tkazilmoqda. Aynan shunday ma'naviy ma'rifiy tadbirlardan biri Taxiyatosh tumanidagi harbiy qismda bo'lib o'tdi. Taxiyatosh tumani axborot kutubxona markazi tomonidan harbiy qism bilan hamkorlikda Zakovat bilimdona mavzusida Zakovat intellektual o'yini tashkil etildi. Tadbirning asosiy maqsadi yosh harbiy xizmatchilar va o'quvchi yoshlarning bilim saviyasini oshirish, mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish, kitobxonlik madaniyatini keng targ'ib qilish hamda ularda vatanga sadoqat va jamoaviylik tuyg'ularini mustahkamlashdan iborat bo'ldi. Intellektual bellashuvni Taxiyatosh tuman axborot kutubxona markazining abonementlar va foydalanuvchilarga xizmat ko'rsatish xizmati rahbari olib bordi. Zakovat intellektual o'yinida harbiy qism askarlaridan tashkil topgan Qalqon jamoasi, tuman ixtisoslashtirilgan maktabidan qonun jamoasi hamda 4-sonli umumta'lim maktabidan renessans jamoalari ishtirok etdi. Bellashuv davomida jamoalar turli yo'nalishlardagi savollarga javob berib, o'z bilimlari, tezkor fikrlashi va jamoa bo'lib ishlash qobiliyatlarini namoyish etdilar. Savol-javoblar jarayoni qizg'in va bahsli ruhda kechdi. Har bir javob hakamlar tomonidan adolatli baholandi. Ishtirokchilarning intellektual salohiyati e'tiborga olindi. Tadbir davomida nafaqat bilim, balki o'zaro hurmat, sog'lom raqobat va jamoaviy hamjihatlik muhiti ham tashkil etildi. Respublikamiz bo'ylab vatanparvarlik oyligi ko'tarinki kayfiyatda o'tkazilmoqda. Shu munosabat bilan harbiy qismimizda Zakovat intellektual o'yini tuman maktab o'quvchilari va muddatli harbiy xizmatchilar o'rtasida o'tkazildi. Savollar juda qiziqarli edi. Biz o'z bilimlarimizni sinab ko'rdik. Vatanparvarlik oyligi doirasidagi tadbirlarga faol qatnashishingizga chorlab qolaman. Tadbir yakunida g'olib va faol jamoalar tashkilotchilari tomonidan diplom hamda esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. Zakovat bilimdona mavzusida o'tkazilgan ushbu intellektual o'yin yoshlar va harbiy xizmatchilarning bilimga bo'lgan qiziqishini yanada oshirib, ularning ma'naviy va intellektual kamolotiga xizmat qiladi. Bunday tadbirlar vatanparvarlik oyligi doirasida yoshlarni har tomonlama yetuk, bilimli va fidoyi etib tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi.